John Wick. Excommunicado. Buyurtma qabul qilindi. Keanu Reeves intervyuda aytishicha, film suratga olish jarayonida 90% jangari sahnalarni o'zi amalga oshirgan. Bu kinoning rejissyori Chad Stahelski Matrica filmlarida Keanu Reevesning dublyori bo'lgan. Rejissyorlarning so'zlariga ko'ra, tungi klubdagi jangari sahnalarni suratga olish vaqtida Keanu Reeves gripp bo'lgan va 40 gradus temperaturasi bo'lishiga qaramasdan suratga tushishda davom etgan. Keanu Reeves bu rolga tayyorlanish uchun film suratga olinishidan oldin 4 oy, kuniga naqd 8 soatdan hamma jang san'atini o'rgangan ekan. Ushbu filmni birinchi qismida boshidan oxirigacha ko'rganinglarda John Wick nechta odam o'ldirganini hech kim bilmaydi. Yana bir faktni aytib o'taman, 84 ta odamni o'ldirgan ekan John Wick. Ishonmasangiz, Frame platformasida ko'rib ishonch hosil qilsanglar bo'ladi. Sizlar bilan ko'rganda ko'rishguncha.